Assalomu alaykum, Ekorancho kuzatuvchilari. Bugun 18-mart 2025-yil. Indiskiy begunoklarimiz sotiladi. 100 dona, 80 ta makyon, 20 ta xo'roz. Borib qancha boqsam, qachon tuxum tug'arkin degan savol bo'lmaydi. Sirazu tuxum tug'yapti. Sirazu olib borasiz, boqasiz, tuxum tug'adi. Inkubatorga tuxumlarini bostirib, jo'jasini ochirib sotsangiz ham bo'ladi. Tuxumlarini bozorga 1,5 ming so'mdan olyapti. 80 ta tuxum 1,5 ming so'mdan 120 ming so'm bo'ladi. Eng minimumi. Urug'langan tuxumini 10 ming so'm sotyapmiz. Jo'jasini 40 ming so'm sotyapmiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. O'rdakka qiziqqan do'stlarga jo'natib qo'yamiz.